Hammasi shunday boshlanadi. Sen 4 yoshdasan, Shimoliy Koreya Xitoy chegarasi yaqinidagi tor va siqilgan bolalar bog'chasidasan. Buyuk yo'lboshchiga bag'ishlangan maqtov qo'shiqlarini kuylayapsan. O'qituvchi senga Kim Ir Sen suratini rangli qalamlar bilan chizishni buyurganda, sen uning tabassumini juda kichkina chizib qo'yasan. U qo'lingga chizg'ich bilan 2 marta uradi, shunchalik qattiq uradiki, izlari qoladi. Buyuk yo'lboshchining tabassumi tog'dan tog'gacha yetadi, deydi u g'azab bilan shivirlab. Sen endigina 4 yoshdasan, lekin yig'lamaysan, chunki yig'lash zaiflik belgisi. Zaif oilalar esa yo'qolib ketadi. Bu sening omon qolish haqidagi birinchi darsing edi. Shu kuni sen ilk bor Shimoliy Koreyada hatto fikrlaring ham seni o'limga olib borishi mumkinligini tushunasan. Oilang yashaydigan bir xonali kvartirada portret osilib turardi. U har kuni sizlarni kuzatib turgandek bo'lardi. Avval Kim Ir Senning yuzi, keyin esa uning yonida Kim Chen Inning portreti. Ular har kuni faqat shu portretlar uchun ishlatiladigan alohida mato bilan changlarni tozalanadi. Onang har tong ularni titroq qo'llari bilan artadi, chunki tekshiruvchilar ogohlantirmasdan kelishi mumkin. Portretning biroz qiyshayib turishi ham oilang rejimdan nafratlanadi degan ma'noni anglatishi mumkin. Sen hali o'qishni ham bilmasingdan oldin davlat sening songbun ijtimoiy siyosiy tabaqalaringni belgilab qo'ygan. Bobong urushda janub tomonda jang qilgan. Bu dog' 3 avlod davomida pastga tushib senga ham yetib kelgan. Pxenyanda yashash uchun yetarlicha sodiq emassan, lagerga yuborilish uchun esa hali yetarlicha xoin ham emassan. Hozircha. Maktab 6 yoshda boshlanadi. Portretlar oldida 3 marta ta'zim qilasan va yoddan aytasan. Rahmat sizga buyuk yo'lboshchi Kim Ir Sen, rahmat sizga oliy rahbar Kim Chen In. Sen 6 yoshdasan va bu so'zlarni allaqachon 2555 marta aytgansan. Buni o'lguncha aytishda davom etasan. O'qituvchilar sizlarga muqaddas hikoyalarni yodlatishadi. Bu o'qituvchi sizga Kim Chen Ir Paktu tog'ida qo'sh kamalak ostida tug'ilgani va u ob-havoni boshqara olishi, tanasi mukammal bo'lgani uchun hech qachon hojatxonaga borishga majbur bo'lmagani haqida hikoyalar yodlaysiz. Tushlik esa xlor hidi keladigan, ko'paytirish uchun o't-o'lanlar aralashtirilgan ovqatdan iborat. Ba'zi bolalar kundan kunga kuchsizlanib borardi. To'yib ovqatlanmaslikdan oyoqlari shishib ketardi. Shanba kunlari ko'ngilli mehnat kuni. Siz 9 yoshdasiz, 6 soat davomida begona o'tlarni yulasiz. Shu payt ovoz kuchaytirgichlardan tinimsiz propaganda yangraydi. Qo'llaringiz qonaydi, lekin shikoyat qilmaysiz, chunki shikoyat qilish tanqid qilish degani. Tanqid qilish esa xiyonat. Xiyonat esa 15-lager degani. U yerda sizni ko'mir konlarida o'lguningizgacha ishlatishadi va buni qayta tarbiyalash deb atashadi. Bir shanba kuni darslar noodatiy vaqtda tugaydi. Hammangizni shahar maydoniga, ommaviy sudga olib chiqishadi. Bir erkak sahna ustida tiz cho'kib turardi. Qo'llari bog'langan, bo'yniga esa yozuv osilgan. Xoin Janubiy Koreya filmlarini tomosha qilgan. 3 marta o'q ovozi eshitiladi. Uning tanasi yerga qulaydi. Siz atigi 9 yoshdasiz, lekin o'qituvchilar sizni qarsak chalishga majbur qilishadi. Kechasi har doimgidek elektr o'chadi va uy qorong'ilikka cho'madi. Ammo tashqaridagi propaganda karnaylarichi, ular hech qachon to'xtamaydi. Sizning bir do'stingiz bor, Jino. Qorningiz og'rib, ochlikdan qiynalgan paytlaringizda u sizga o'z kimchisini bo'lishib berardi. Bir kuni u pichirlab aytdi. Amakimning aytishicha, Xitoyda ovqat ko'proq ekan. Siz uning qo'lidan qattiq ushlab atrofga qaraysiz. Buni boshqa hech kimga aytma. Devorning ham qulog'i bor deysiz. Chunki sinfdoshlar ustidan ham xabar beradi. 2 hafta o'tib Jinoning oilasi g'oyib bo'ladi. Ularning kvartirasi bo'sh, eshigi esa muhrlangan. Siz hech qachon buning sababini so'ramaysiz. Har chorshanba oqshomida oilaning Seng Balantoma o'zini tanqid qilish yig'iniga to'planasiz. Otangiz fabrikada dangasa fikrlar kelganini tan oladi. Onangiz esa sizga inqilobiy ruhni yetarlicha o'rgata olmaganini aytadi. Siz esa kecha portret oldida yetarlicha chuqur ta'zim qilmaganligingizni tan olasiz. Hamma bir-biriga qaraydi. Sadoqat his qilinmaydi, u ijro etiladi. Siz 9 yoshdasiz. Propaganda paytida jilmayishni o'rgandingiz. O'zini tanqid qilish yig'inlarida o'z noto'g'ri fikrlar haqida xabar berishni o'rgandingiz. Siz omon qolish, o'zini yo'q qilish degan ekanini tushundingiz. Siz inson emassiz, siz Kim sulolasi uchun bir vositasiz. Vosita sinib qolsa, uni uloqtirib yuborishadi. Siz 13 yoshga kirganingizda bu tizimdagi bir yoriq paydo bo'ladi. Bir kuni otangiz davlat tomonidan berilgan radioning ichini kavlaydi va tasodifan yashirin sozlagichni ochib yuboradi. 5 daqiqa davomida shovqin orasidan Janubiy Koreya pop musiqasi eshitiladi. Otangizning yuzi oqarib ketadi. U radioning ustiga bolg'a bilan urib, parchalab tashlaydi va bo'laklarini yerga ko'madi. Sen hech narsa eshitmading, deydi u titrab. Lekin siz eshitdingiz va u ovoz baxtga o'xshardi. Siz Xitoydan yashirincha olib kirilgan ichki-kovak batareyaga berkitilgan USB flashkani topasiz. Uni olish uchun bir haftalik oziq-ovqat ulushingizni berasiz. O'sha kecha derazalar yopib qo'yilgan holda qo'shningizni yashirin DVD playerida Janubiy Koreya dramasini tomosha qilasiz. Seul, osmono'par binolar, hamma joyda mashinalar, yorqin kiyimdagi odamlar. Ular erkin yurishibdi, kulib gaplashyapti, nima yeyishni o'zlari tanlashyapti. Bir ayol ko'chada yigitiga baqirib, u bilan bahslashadi, lekin hech kim uni hibsga olmaydi. U shunchaki rozi emasligini aytadi va bu oddiy holat. Propaganda Janubiy Koreyada odamlar ochlikdan qiynalayotganini, Amerikaliklar esa odamxo'r ekanini, Kim Chen In esa dunyodagi eng hurmatli rahbar ekanini aytadi.
Ammo agar bu rost bo'lsa, nega soqchilar daryodan o'tmoqchi bo'lganlarni otib tashlashadi? Jannatda odamlarni qamab qo'yishmaydi. Sizga o'rgatilgan hamma narsa yolg'on edi. Siz 16 yoshdasiz. Pxenyandan poytaxtdan kelgan Sujin bilan tanishasiz. Otasi lavozimidan tushirilgach, ularni bu yerga ko'chirishgan. U sizga shivirlab aytadi: "Mening amakivachcham Janubiy Koreyaga qochib ketgan. U tirik, u erkin." Erkin degan so'z ko'ksingizga mushtdek uriladi. Siz reja tuza boshlaysiz. Buni ota-onangizga ham ayta olmaysiz. Ular sizni to'xtatishi mumkin yoki o'zlarini himoya qilish uchun ustingizdan xabar berishadi. Siz pul yig'asiz, ovqat ulushingizni sotish uchun ba'zan och yurishga ham majbur bo'lasiz. Sujin odamlarni yashirincha olib o'tadigan bir broker tanishini biladi. Narxi $3000. Agar siz yetib borsangiz, uning oilasi bu pulni oldindan to'lab beradi. Qachon emas, agar siz 16 yoshdasiz. Xavfchi, agar qo'lga tushsangiz, sizni 22-lagerga yuborishadi. U yerda tanangiz bardosh bera olmay qolguncha qiynashadi va non-nishonsiz qabrga ko'mib yuborishadi. Ammo bu yerda qolish butun umrlik ochlik, qo'rquv va yolg'on ichida yashash degani. Sizni insondan past ko'radigan qonxo'r diktatorlar ostida o'tadigan butun bir umr. Yanvar oyi, Yalu daryosi ustidan yurish mumkin bo'ladigan darajadagi qalin muzlagan payt. Siz 18 yoshdasiz. Sujin bilan daryo bo'yida cho'kkalab o'tiribsiz. Nafasingiz sovuq havoda bug' bo'lib chiqadi. Brokerning ko'rsatmalari oddiy. Soat tungi 2da soqchilar navbatchiligi almashayotgan paytda o'tasizlar. Tez yuringlar, ortga qaramanglar. Siz bilan Xitoy o'rtasida faqat bir necha metr muz bor. Siz ota-onangiz haqida o'ylaysiz. Davlat xavfsizlik xizmatlari ularni qanday so'roq qilishi, kaltaklashi, balki faqat ular aynan sizning oila a'zolaringiz bo'lganlari uchun lagerga yuborilishi mumkin. Bu o'y ichingizni ag'darib yubordi, ammo o'zingiz o'lib qolsangiz ularni hech qachon qutqara olmaysiz. Endi yuguramiz, deb pichirlaydi broker. Siz yugurasiz, oyog'ingiz ostidagi muz qarsillaydi. Daryoning yarmiga yetganingizda orqadan baqiriqlar eshitiladi. Fonarlar qorong'ilikni yorib o'tadi. Siz yanada tezroq yugurasiz, chunki to'xtash o'qqa tutilish degani. Sujin shu payt qoqilib ketadi. Siz uni ushlab oldinga tortasiz. O'q ovozi eshitiladi, yoningizdagi muz parchalanib ketadi, lekin siz to'xtamaysiz. Xitoy qirg'og'iga yetib borasiz. Qorga va tuproqqa tirnalib, emaklab tepaga chiqasiz. Keyin daraxtlar orasiga kirib ketasiz. Orqangizda yana o'qlar ovozi keladi, ammo siz uddaladingiz. Broker paydo bo'ladi. Yuringlar, yuringlar, bu yerda Xitoy politsiyasi patrul qiladi. U sizni xavfsiz uyga olib boradi. Janubiy koreyalik missioner qochoqlarni yashiradigan cherkov yerto'lasiga olib tushadi. U yerda yana 12 nafar Shimoliy koreyalik kutib turardi. Ularning hammasi siz hech qachon eshitmagan Xudoga ibodat qilardi. Chunki vatanda din o'lim jazosi degani edi. 3 hafta davomida siz Xitoyda yashirinib yurasiz. Bir xavfsiz uydan boshqasiga ko'chib o'tasiz. Xitoy qochoqlarni ortga qaytarib yuborardi. Xitoy qochoqlarni ortga qaytarib yuboradi, hech qanday savollarsiz. Siz ayollar fermerlarga kelin sifatida sotilgani, erkaklar esa fabrikalarda o'lgunicha ishlagan haqida hikoyalar eshitasiz. Xitoy ham erkinlik emas edi, u shunchaki kattaroq qafas. Broker sizni janubga ketayotgan avtobusga chiqaradi. 16 soat davomida faqat yashirincha olib kirilgan filmlarda ko'rgan shaharlaringizdan o'tasiz. Laos chegarasida piyoda yurishga majbur bo'lasiz. 2 kun changalzor ichida yurasiz. Ovqat yo'q, suv juda ham kam. Oyoqlaringiz qavarib, qonab ketadi. Sujin isitmada yonmoqda, lekin to'xtay olmaysiz. Harakatda bo'l yoki o'lasan, deydi broker. Bu gap shafqatsizlik emas, bu shunchaki haqiqat edi. Siz Mekong daryosidan suv sizib kirayotgan qayiqda o'tasiz. Suv to'piqlaringiz atrofida yig'ilib borardi. Tailand tomonga yetganingizda esa o'zingizni politsiyaga topshirasiz. Ular sizni hibsga oladi. Noqonuniy muhojir. Sizni Bangkokdagi hibsxonaga tashlashadi. Beton kameralar odamlar bilan tiqilinch, issiq esa shunchalik kuchliki, go'yo uni tatib ko'rish mumkindek. Ammo siz tiriksiz va birinchi marta hech kim sizni devordagi portretga ta'zim qilishga majburlamayapti. O'sha kamerada 4 hafta o'tirasiz. Sujinning isitmasi 5-kun tushadi. U boshini ushlab, "Biz uddaladik", deydi. Ammo siz uni to'g'rilamaysiz, chunki hali uddalaganingiz yo'q. Seulga yetib bormaguncha, samolyot eshigi ortingizdan yopilmaguncha. Elchixona xodimi sizga achinish bilan qaraydi. Siz uyga ketyapsiz, deydi u. Siz deyarli kulib yuborasiz. Uy? Sizda hech qachon uy bo'lmagan. Faqat devorda portret osilgan qamoqxona bo'lgan. Samolyot Seulga qo'nadi. Binolar osmonga qadalgandek baland. Odamlar tez yuradi. Har birining qo'lida telefon va hech qachon o'chmaydigan chiroqlar. Avval xonavon boshlanadi. 3 oy davomida qayta moslashish markazida bo'lasiz. Ajratib qo'yishadi, savollar berishadi va o'qitishadi. Ular sizga erkinlikda qanday yashashni o'rgatishadi. Bankomatdan foydalanish, ishga ariza topshirish, kimdir eshitmayaptimi deb tekshirmasdan gapirish. Ular dahshatli tushlaringiz uchun terapiya berishadi. Sizga prezident tanqid qilish odamni g'oyib qilmasligini o'rgatishadi. Kasbingizni, do'stlaringizni, kelajagingizni o'zingiz tanlashingiz mumkinligini tushuntirishadi. Bu ertakka o'xshaydi. Markazni tugatganingizdan keyin esa sizga kichkina kvartira berishadi. Unda oqadigan suv, ishlaydigan elektr bor, muzlatkich ham bor. Birinchi kuni muzlatkichni 10 marta ochib yopasiz. Faqat bularning hammasi haqiqiy ekanini isbotlash uchun. Birinchi marta oziq-ovqat do'koniga kirganingizda ichingiz sinib ketadi. Qator-qator ovqatlar, ustara, yo'laklar. 50 xil guruch, 100 xil tez tayyorlanadigan lapsha.
Siz u yerda titrab turasiz, tanlay olmaysiz. Tanlov juda ham ko'p. Bir ayol sizdan yaxshimisiz deb so'raydi. Siz javob bera olmaysiz, hech narsa sotib olmasdan chiqib ketasiz. Tasavvur qiling, siz Shimoliy Koreya fuqarosisiz va shuncha qiyinchiliklarni boshdan kechirib va nihoyat janubga qochib o'tishga muvaffaq bo'ldingiz. Lekin erkinlik siz o'ylagandan ham og'irroq ekan. Siz 19 yoshdasiz, do'konda ishlayapsiz, xaridorlar baqirganda vahimaga tushasiz. Eshik qulflarini 3 marta tekshirmasdan uxlay olmaysiz. Siz hamma narsa uchun kechirim so'raysiz, chunki Shimoliy Koreyada ayb o'lim degani. Sujin tungi soat 2 da qo'ng'iroq qiladi. Men yana o'sha yerga qaytib qolganim haqida tush ko'ryapman. Siz uni tinchlantirasiz, lekin tushunasiz. Siz tashqaridasiz, ammo ozod emassiz, haqiqatdan ham emas. Rejim hali ham boshingiz ichida. Siz broker tarmog'i orqali ota-onangizga qo'ng'iroq qilishga harakat qilasiz. Javob xabari keladi. Otangiz sizning qochishingizni oldini olmagani uchun mehnat lageriga yuborilgan. Onangiz esa tog'larga surgun qilingan. Ayb hissi har nafas olganingizda ko'ksingizda aylanayotgan pichoqdek. 20 yoshingizda siz gapira boshlaysiz. Inson huquqlari guruhlariga qo'shilasiz. Hikoyalaringizni jurnalistlarga, siyosatchilarga va tinglaydigan har qanday odamga aytib berasiz. Lager, qatl, ochlik va yolg'onlar. Ba'zilar sizga ishonadi, ba'zilar esa sizni yolg'onchi, Markaziy razvedka boshqarmasi tomonidan joylashtirilgan odam deb ataydi. Keyin tahdidlar boshlanadi. Xitoy raqamlari orqali anonim xabarlar keladi. Og'zingni yum degan ogohlantirishlar. Siz tanigan bir qochoq Seulda zaharlanadi, kasalxonada vafot etadi. Buni kim qilganini hamma biladi. Bir broker sizga mo'ljallangan xabar bilan qo'ng'iroq qiladi. Ularda onangning suratlari bor. Nima deyotganingga ehtiyot bo'l, deydi ovozli xabar. Keyin go'shak qo'yiladi. Siz baribir gapirishda davom etasiz, chunki sukut ularning g'alabasi degani. Siz 23 yoshdasiz, universitet auditoriyasi oldida turibsiz. Fikrlash jinoyat bo'lgan dunyoni tasavvur ham qila olmaydigan 200 talaba oldida hikoyangizni aytib beryapsiz. Siz ularga muzdan, jangalzorlardan, yo'ldan qolgan oyoqlaringizdagi chandiqlarni ko'rsatasiz. Siz ularga Chino haqida, Minju haqida, yetib bora olmagan hamma haqida aytib berasiz. Odamlar sizdan Shimoliy Koreyani sog'inasanmi deb so'rashadi. Siz aytasiz: Men odamlarni sog'inaman, oilamni sog'inaman, lekin u joyni sog'inmayman. Qanday qilib sizni faqat mavjud bo'lganingiz uchun o'ldirmoqchi bo'lgan joyni sog'inish mumkin? Bir talaba so'raydi, bunga arziydimi qochish? Siz otangizni o'sha mehnat lagerida o'ylaysiz, ayb hissini o'ylaysiz. O'tgan yili ruhiy jarohat haddan tashqari og'ir bo'lgani uchun o'z joniga qasd qilishga uringan Sujin haqida o'ylaysiz. Siz bu savol berish erkinligi haqida o'ylaysiz. Qo'rqmasdan turib unga javob berish erkinligi haqida o'ylaysiz. Ha, deysiz. Har bir qadam, har bir chandiq, har bir dahshatli tush. Ha, arziydi. O'sha kecha broker tarmog'idan yana bir xabar keladi. Onangizdan kelgan xabar. Endi ikkimiz uchun ham yaxshi yasha. Yillar ichida birinchi marta yig'laysiz. Qayg'udan emas, undan ham keskinroq narsadan, maqsad. Siz uni qutqara olmaysiz, otangizni ham qutqara olmaysiz, ammo ularning hikoyasini aytib bera olasiz, dunyoga ko'rsata olasiz. Siz gapirishda, kurashishda, tirik qolishda davom etasiz. Chunki siz endi shunchaki qochoq emassiz, siz guvohsiz. Shimoliy Koreyaning eng katta qo'rquvi bombalar yoki sanksiyalar emas. Bu sizga o'xshagan odamlar qochib, haqiqatni aytib berish uchun tirik qolganlar. Siz 23 yoshdasiz. Siz 18 yilni mamlakat qiyofasidagi qamoqxonada o'tkazdingiz. Erkinlik imkoniyati uchun hamma narsani xavf ostiga qo'ydingiz. Va siz buni yana bir bor, yana bir zumda takrorlagan bo'lardingiz. Chunki bir kun kelib haqiqat bir umr yolg'ondan qimmatliroq bo'ladi. Siz bir do'zaxdan qochdingiz, ammo agar zanjirlar tikonli sim o'rniga yaltiroq bezaklarga o'ralgan bo'lsa-chi? Xulosa o'zingizdan. Sirli arxivni kuzatib boring.